Assalomu alaykum. Ismim Ulug'bek, Jet Avtosalon savdo menejeriman. Nima savollaringiz bor edi? Nech pul? Qaysi modelimizga qiziqyotgandingiz? Любой model nech pul? Modelini bilmasdan ayta olmayman, narxini. Любойni aytib yuboring aka. Hop, sizga 5 o'rindiqli qizim, 7 o'rindiqlimi? Eng arzon aka yursa bo'ldi. Hop, XL modelimiz. Hop. 85 yilga bo'lib berishga bormi aka? Muddatli to'lov bor, boshlang'ich to'lovingizga qarab, srogidan chiqarsak bo'ladi. Qancha to'lov qilmoqchisiz so'mda? Aka ayting nech pul? Hop, mashinani motori, yurishi, saloni, interyer, eksteryer haqida ma'lumot kerak emasmi? Yo'q aka yursa bo'ldi. 15 million pulim bor aka. 15 million so'm bilan? Aka 15 million bo'ladimi aka? 15 million so'm bilan lekin chiqmaydi. Aka mana bor ekan-ku, tog'larda yuradigan balchiqlardan o'tadigan katta nech pul aka shu? Hop, eng qimmat modelimiz T2. Nech pul? 512 million 200. Aka shuni bugun kelib 15 millionga olib chiqsam bo'ladimi bugun? 15 million to'lov bilan bu ham chiqmaydi lekin okajon. Slovenlaringiz bo'lmabdi aka. Mana salonda butun umrga 1 milliardga beriladi. Slovenlarimiz yo'q emas, u 5 yilgacha beramiz rastroshkaga. Mashinangiz bo'lmabdi aka, menga yoqmadi. Juda bir xunuk mashina ekan aka. Bo'pti.